Angrenda blogerlarni bir tiyinga qimmat, hech qanaqa foydasi yo'q, bo'lmaydigan blogerlar. Blogerlik kasbi norm или стрём? Norm faqat bitta blogerlik kasbi bilan to'xtab qolish kerak emas. Hozir men dekretdaman, men uchun bu norm. Tabiiy. $50 reklama olish norm или стрём? Norm desa ham bo'ladi. Yo'q, bu strom, bu juda ham kam. Reklama beruvchi reklamaga chaqirib admin qilishi norm или стрём? Sürem, конечно. Da, bu strom. Chunki reklama beruvchi reklama berishdan oldin bizni ko'rib, keyin zakaz qiladilar-yu, shuning uchun bu strom deb o'ylayman. Rejalashtirib boramizda biz o'sha joyga. Shahrimizda bo'layotgan ochilishlarga blogerlarni alohida chaqirish norm или стрём? Конечно, norm. Men ham norm deb o'ylayman. Ko'pchilik Angrenda blogerlarni bir tiyinga qimmat, hech qanaqa foydasi yo'q, bo'lmaydigan blogerlar deb o'ylaydi, lekin aslida mana shu Angrenga hamma narsani tanitib, qayerda nima bo'layotganini именно o'sha blogerlar qilib beradi. Shuning uchun ochilishga alohida chaqirish bu norm deb o'ylayman. Ochilgan joyni ham rivojiga yordam beradi. Ochilishga chaqirilgan blogerlar vaqti bo'lib turib bormasligi norm или стрём? Sürem. Men ham strom deb o'ylayman, chunki o'sha chaqirgan odam kutadi, umid bilan blogerlarni chaqirgan bo'ladi. Tekinga video reklama qilish norm или стрём? Aslida sürem, lekin biz o'zbekmiz dedi Angren kichkina joy. Da, strom, no, men uchun bu ham norm. Chunki rostdan bu aytgandek, tanish bo'lish, yordam shunaqa olamiz tekinga ham. Vaziyatdan kelib chiqib olamiz, lekin doim ham emas. Blogerlarni oson, shunchaki gapirib pul topadi deyish norm или стрём? Конечно, bu sürem. Da, bu ham strom, lekin bu sizlarga kadr ortida qancha mehnat borligini ko'rsatmaymiz. Sizlar faqat tayyorini ko'rasizlar. Shuning uchun oson deb o'ylaysizlar, aslida oson emas. O'sha 40 sekundlik videoni montaj qilish uchun ham lично o'zim bitta qo'limda ovqat, bitta qo'limda telefon, montaj, bola bilan qilgan vaziyatlarim bo'lgan, bu juda qiyin. Blogerlarni hamma kibrli deydi-yu, bu norm или стрём? Bu strom, chunki menda hech qanaqa kibr degan narsa yo'q. Shuning uchun bu strom deb o'ylayman. Arabcha kibrlisiz-ku. Bu qanaqa? Men kibrli emasman lekin. Yo'q. Blogerlarimiz ichida qaysi biri kibrli va qaysi biri kibrsiz? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.